Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayol eridan bir joyga borishga ruxsat so'ragan. Eri unamagan. Shunda bu ayol Alloh kifoya qilsin sizga debdi ekan. Qiyomatda javob berasan debdi ekan. Endi shuni hukmi nima bo'ladi debdilar. Bu narsada birinchidan nimaga izn so'ragan, qayerga izn so'ragan shuni bilishimiz kerak. Savolda hozir bir mavhum bu narsa, ya'ni noaniq. Bunga qarab biror kimni ayblashga bizda haqqimiz yo'q. Masalan, agar ayol shar'iy narsaga izn so'ragan bo'lsa, er ijozat berish kerak. Masalan, masjidga chiqaman desa, ijozat berish kerak. La tamna'u ima Alloh masajidalloh. Rasululloh hadisda aytganlaridek, Allohning bandalari bu ayollarni Allohning masjidlaridan man qilmanglar degan. Boshqa bir hadisda idza sanat ahadakum imra'atuhu fala yamna'ha. Birlarning ayoli masjidga chiqishga izn so'rasa, uni man qilmasin deganlar. Xuddi shunday bir ilm majlisiga borishga izn so'rayaptimi xotin, uni man qilinmaydi. Va xuddi shunday bir ota-onasini bir ziyoratiga borishni istayaptimi, bir shar'iy urfga qarab bir shunaqangi bir ota-onasini bir ko'rgani, aka-ukasini ko'rgani borishga izn so'rayaptimi? Bunaqa holatda ayolda haqqi bor bu narsalarga, ya'ni. Agar ayol ma'siyatga izn so'raydigan bo'lsa, bir betayin bir ishga chiqishlikka yoki shunaqangi bir shunchaki o'yin kulgu, ko'ngil xushlik, shunaqa narsalarga chiqishga izn so'raydigan bo'lsa, bu narsada erkak kishi uni man qilishga haqqi bor. Chunki ayollarda bu hamma xohishiga qo'yib berilsa, ayol kishi haqiqatan toyib ketadi. Hattoki mana shuning uchun ummahatul mu'minin, Oysha onamiz, Hafsa onamizdek ayollarga ham Alloh subhanahu va taolo Qur'onda oyat tushirib, in tatuba ilalloh faqad saqat qulubukuma. Allohga tavba qilsanglar, qilinglar tavbalaringni, chunki zero qalblaring haqdan toyilib ketdi degan. Ya'ni o'shanday ayollar ham agar qo'yib bersa, toyilib ketishi mumkin. Ayol kishi ya'ni shayton boshqaradi. Agar eri boshqarmasa, agar erkak boshqarmasa. Shuning uchun bunda erkakning haqqi bor. Shuning uchun Alloh taolo aslida Qur'onda ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa deb qo'ygan. Erkaklar ayollar ustidan qawwam degani arab tilida siyg'i mubolag'a deyiladi. Ya'ni doimiy bir ishni qilib turuvchi degan ma'noni bildiradi. Doimiy to'g'rilab turuvchi deyapti. Erkaklar ayol ustidan doimiy to'g'rilab turish kerak. Bo'lmasa ayol buziladi. Shu narsalarni inobatga olib, bu yerda hukm qilish kerak. Nima uchun izn so'ragan va er nima uchun man qilgan? Endi nima bo'lgan taqdirda ham bu yerda bir noto'g'ri narsa bor. Ayol bu yerda Alloh kifoya qilsin senga degan gapi. Aytaylik, yuqorida aytganimizdek, ayolda haqqi bo'lgan taqdirda ham, ayolda haqqi bo'lmagan taqdirda ham bunaqa til shu ayollarni jahannamga yetaklaydigan narsa bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar haqida aytib, "Ya ma'sharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukun akthar ahlin nar." Ey ayollar jamoati, sadaqa qilib qolinglar. Men sizlarni jahannam ahlining eng ko'pi ekanliklaringni ko'rdim deganlar. Bu ayol so'raydi shunda, "Ya Rasululloh, bimadak?" Nima sabab deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan birinchi sabab tukfirna la'na deganlar. Shu qarg'ishni ko'paytirasizlar deganlar. Shu sabab. Mana shu sabab jahannamning eng ko'pidan bo'lasizlar degan. Bu yerda hech ajratib o'tirmagan. Haq bilan qarg'aydimi, nohaq qarg'aydimi? Qarg'aydi, shu og'zi tinmay qarg'aydi. Ya'ni shu bu ham qarg'ishga kiradi. Alloh kifoya qilsin senga qiyomatda javob berasan degan gaplar bu qarg'ishga kiradi. Chunki sen aytsang ham, aytmasang ham agar haqiqatda shu zulm qilgan bo'lsa, Alloh kifoya qiladi. Sen aytsang ham, aytmasang ham haqiqatda zulm qilgan bo'lsa, qiyomatda ko'radi. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kim zarra misqalchalik yaxshilik qilsa ham ko'radi, kim zarra misqalchalik yomonlik qilsa ham ko'radi degan. Qolib ketmaydi, ya'ni qo'rqma. Shuning uchun mana shu baribir noto'g'ri ikkala holatga ko'ra ham, nima bo'lgan taqdirda ham, haq bo'lganda ham, nohaq bo'lganda ham bu gap noto'g'ri. Birinchi sabab shu deganlar yoki boshqa bir rivoyatda kelgan tukfirna shakva deganlar. Shikoyatni ko'paytirasizlar. Va takfurnal ashira deganlar. Va shu erga nonko'rlik qilasizlar. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an taqul wallohi ma ra'aytu khayran minka qat. Agar ularni birlariga yaxshilik qilsang umring bo'yi keyin sendan bir aybni, xatoni ko'rsa mana shunaqa deb turadi degan. Allohga qasamki, sendan yaxshilikni ko'rmaganman deb turadi deganlar. Ya'ni mana bu nonko'rlik degan. Ana shu shuncha yaxshilik qilganingizga qaramasdan gohida bitta shu qilgan gap uchun Allohdan topgin, Xudodan topgin devorishlik, bu nonko'rlik. Ana shu narsani ayollarni eng ko'p jahannamga solgan narsa deganlar. Bu demak mana nima bo'lganda ham mana shu gap xato bo'ladi. Yerda ayol ustida huquqi ko'p. Shu darajadaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek,
لو كنت آمرا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. agar birovni birovga sajda qilishga buyurganimda ayolni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim, haqi ko'pligidan deganlar. Bu kimdir aytishi mumkin, ha bu erkakda, bu erkak tomonga o'tib gapiryapti. Unaqa emas. Bu Qur'on sunnatda haqqi gapirilyapti bu yerda. Alloh bizni shunaqa qilib qo'ygan. Biz o'zimizcha emas. Alloh shunaqa qilib qo'ygan. Erkakka haq bergan, ayolda shu huquqini mana shu darajada, masalan, erkaknikidan ko'ra kamroq qilgan bo'lsa, bu unga nisbatan kamsitishlik emas. Balki Alloh uni ko'p shunaqangi muammolardan xoli qilgan. Boshini ortmaydi, uni ishini qiladiganlar bor, boshini ortmaydi, uni rizqini topib keladiganlar bor, boshini ortmaydi, uni hamma yumushini qilib beradiganlar bor. O'shani evaziga Alloh taolo undan ba'zi huquqlarni olib qo'yganda shuni erkakka bergan. Bu hech uni kamsitishlik emas, ya'ni. Buni to'g'ri qabul qilishlik kerak. Vallohu alam.